Yanvar shanba kuni soat 1da Germaniyaning 2-cho'ng 18-shahri Hamburgda Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qaratgan bostir siyosatlariga qarshi namoyish o'tkazildi. Manglagan namoyishchilar faoliyatni tashkillagan Alvan Kantar va Hakan apandilarning boshchiligida Hamburg markaziy vokzalida to'planib, shahar markazigacha yurdi. Taxminan 1500 kishi qatnashgan keng ko'lamda namoyishga Myunxendan kelgan Uyg'urlar, Dunyo Uyg'ur qurultiyidan Asqarjon, Sharq Turkiston Majlisi raisi Seyit Abdulqodir Tomturk va Sharq Turkiston uchur va madaniyat markaziga vakolatan Abdusalom Rasul ishtirok qildi. Shahar markazidagi axborot e'lon qilish yig'inida SDP parlament a'zosi Mikhail Vernemich va tahdid ostidagi xalqaro jamiyatidan Xanno Shadlar so'z qilib, Uyg'urlar duch kelayotgan bu zulmdan qattiq andish qilganligini va zolim Xitoyga qarshi har vaqt Uyg'urlarning va boshqa ezilgan millatlarning yanida turadiganligini bildirdi. Dünya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqin Aysa ommaviy taratquv hisobida dadisining o'limi haqida bayonot e'lon qildi. U mundaq dedi: 1,5 yil ichida 2 shum xabar oldim. Onam 2018-yil mayda yig'ilish lagerida vafot bo'ldi. 1,5 yildan keyin dadamning o'lim xabarini Xitoy manbalaridan ko'rdim. Tafsilotini bilmayman. Lekin ularning davlat terrorligining qurboni ekanligiga shubham yo'q. Xi Jinping, Chinchuango va Shuhrat Zakir mening oilamning va minglarcha Uyg'urlarning qotilidir. İstanbul Zeytinburnu'nda Türkmen Ali, Sharq Turkiston, Janubiy Turkiston va Suriya Türkmenlarining qatnashishi bilan Turk dunyosi futbol musobaqasi o'tkazildi. Musobaqaga Sharq Turkiston, Janubiy Turkiston, Iroq Türkmenlari va Suriya Türkmenlari futbol komandalari qatnashdi. Turk dunyosi komandalari tunji maydon musobaqani o'ynadi. Oldimizgi kunlarda texnik ko'p taraflarning qatnashishi bilan davomlashadi. Xitoy doiralari Xubey o'lkasining Wuhan shahrida o'ttirg'i chiqqan SARSga o'xshaydigan virusning odamdan odamga yuqadiganligini aniqlaganligini bildirdi. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, Davlat Sahiya komiteti tarafidan bu xil virusni tadqiq qilish uchun tayinlangan guruhining boshlig'i mutaxassis Jonanshan o'pka yallig'iga sabab bo'ladigan virusning kishidan kishiga yuqqanligini bildirdi. Guangdong o'lkasida 2 kishiga bu virusning oila a'zolaridan yuqqanligini bildirgan Jang bu 2 kishining virus tarqatgan Wuhan shahriga bormaganligini, lekin ularning oila a'zolari Wuhandan qaytib kelgandan keyin kasallik bayqalganligini aytdi. Yana bir tarafdan Hong Kong mutaxassislari bu virusning SARS virusi bilan 80% o'xshib ketilganligini bildirdi. Hong Kong, Koreya, Tayvan, Yaponiya va Tailandda bu kasallikning alomatlari ko'rilgan kishilar bayqaldi. Amerikaning talabi bilan 2018-yilning oxirida Kanadada qo'lga ilingan Xitoy Huawei shirkatining bosh moliya amaldorini Amerikaga o'tkazib berishga doir sud boshlandi. Huawei shirkatining qurg'uvchilarining qizi bo'lgan Meng Wanzhou Kanadaning Vancouver shahrida uyida nazarband qilingan edi. Washington doiralari Huawei shirkatining Amerikaning Eronga yurgizgan embargosiga xilof qilganligini va bu jarayonda Meng Wanzhouning bankalarni oldiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Sotning tunji bosqichida Meng Wanzhou haqidagi ayblashlarning Amerika va Kanadada jinoyat hisoblanmaydiganligi haqida qaror chiqariladi. Beijing doiralari sud boshlanishidan burun Meng Wanzhouning amalba tezdan qo'yib berilishi haqida chaqiriq qildi. Eron parlamenti davlat bexatarligi va tashqi ishlar komiteti tarafidan o'tkazilgan Ukrainaga aeroplanning tushirilishiga doir baholash yig'ini haqida ma'lumot bergan Zinnur, Eron armiyasi bosh shtabining doklati va baholashi Ukraina aeroplanining insoniy xatolik sababidan etib tushirilganligini isbotladi dedi. Ukraina poytaxti Kiyevga berish uchun Tehron Imon Humayni aeroplandan yo'lga chiqqan Boeing 737 tipli aeroplan 8-yanvar chorshanba kuni saharda tushib ketgan bo'lib, aeroplandagi 176 kishining hammasi hayotidan ayrilgan.